Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bugun sizlar bilan O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasida bitiklar asarini o'qiymiz. Bu meni hayotimda ko'p o'zgarishlar bo'lishiga sabab bo'lgan kitob. Bu kishi sizlarga tanish. Bu asar ham ko'pchilik biladigan mashhur asarlardan biri. Ko'p kuzatuvlarimdan shuni bildimki, ko'pchilik kitob mutolaa qilishni yoqtiradi, lekin unga vaqt topolmaydi yoki vaqt topsa ham bu kitobni o'qishlikka yoshi kattalarimizni ko'zlari toliqishi, ojizlik qilib qolishi mumkin. Buni hisobga olib men buni o'zim o'qib berishlikka qaror qildim. Eng yoqtirgan kitobim Daftar hoshiyasida bitiklar asaridan boshlashni qaror qildim. Bu kitobni men 2014-yil olganman, yanvar oyida o'qib chiqqanman. 3-4 marta o'qib chiqdim. Va buni yana bir marta sizlar bilan birga o'qib chiqaman. Xo'p, kitobning darajasiga tanishtira olsam, birinchi mavzuyimiz tabiat, jamiyat, inson haqida bo'ladi. Keyingisi farzandlarimga o'gitlar, urushlar haqida, bolalik, podsholik, 8-mo'jiza, tabassumga moyil gaplar. Shu mavzularda bo'ladi. Hozir birinchisi tabiat, jamiyat va inson haqidagi mavzudagi hikoyalarni boshlaymiz. Bizga, ya'ni o'quvchiga shunday demoqdalarki, O'tkir Hoshimov demoqdalarki, aziz o'quvchim, bu kitobni yoza boshlaganimga 50 yil bo'lyapti. Bular mening kuzatuvlarim, o'ylarim, bir qadar ammoli, bir qadar istehzoli, bir qadar tabassumli xulosalarim. Aslida ularni har birini alohida asar qilsa ham bo'lardi-ku, mayli. Iltimos, siz ham bu kitobni shoshilmasdan o'ylab o'qisangiz. Tag'in bir gap. Ba'zi kuzatuvlar ostida yozilgan sanasi ta'kidlab qo'yilgan. Sababi ular vatanimiz boshiga og'ir kulfat, o'zbek ishi, paxta ishi degan qotog'on yog'ilgan kezlari yozilgan. Bu gaplarni o'sha paytda e'lon qilish mumkin emas edi. Yaratganga shukur, yurtimiz mustaqillikka erishdi. Sho'ro zamonning ba'zi hunarlarini eslab qo'yish bugungi kunimizni qadrlashga xizmat qiladi deb o'ylayman deganlar. Va bu kitobni o'zlarining ayollari Gulmasxonga bag'ishlaganlarini aytganlar. Ana aytadilarki, hayotimning barcha achchiq-chuchugini men bilan barobar topgan umr yo'ldoshim, maslakdoshim, farzandlarimning onasi Gulmasxonga bag'ishlayman. Boya ko'rib o'tganimizdek, tabiat, jamiyat va inson haqidagi fikrlarini o'qiymiz va bundan xulosa qilamiz. Albatta, bu hammamizga manfaatli bo'ladi. Xudo xohlasa. Xo'p, taqdiri azal. Xudo yozganini bandasi o'chira olmaydi. Xudo berganini bandasi topib ololmaydi. Devonai haq go'y. Telbalarga ta'zim qiling. 100 ta donishmand aytolmagan haqiqatni bitta telba aytadi. Darvinga e'tiroz. Darvin ta'limoti noto'g'ri. Odam maymundan emas, maymun odamdan tarqagan. Oyog'i yerdan uzilmaganlar odam bo'lib qolgan. Oyog'i yerdan uzilganlar esa maymun bo'lib daraxtga chiqib ketgan. Bu jarayon hamon davom etmoqda.
Munojot. Xudodan umr ber, deb so'raganlarni ko'rdim. Xudodan baxt ber, deb so'raganlarni ko'rdim. Xudodan farzand ber, deb so'raganlarni ko'rdim. Xudodan davlat ber, deb so'raganlarni ko'rdim. Xudodan omad ber, deb so'raganlarni ko'rdim. Faqat Xudodan, ey yaratgan egam, men nodonga bir chimdim aql ber, deb so'ragan odam bandasini ko'rmadim. O'kinch. Daraxtning meva tugishga shay turgan qanchadan qancha gullarni bemavrid shamollar uchirib ketgani singari umrimning qanchadan qancha onlari hasadgo'y va munofiqlar yetkazgan jarohatlardan og'rinishu turmush ikir-chikirlarini o'ylash bilan besamar o'tayotganiga o'kinaman. Buni har birimiz o'ylab ko'rishimiz kerak. Hayot bir zumlik deb o'tib ketadi. Hasadgo'ylarga, munofiqlarga va hayotning ikir-chikirlariga qaramasdan ma'naviyatimizni yuksaltirib borishimiz kerak. Tariximizni o'rganib va kelajagimizni ham o'ylab borishimiz kerak. Aslida bu kitobni shoshilmasdan o'qish kerak. Haqiqatda shoshilmasdan o'qish kerak. Muallif aytganlar juda katta gaplar bor bu yerda. Hop, keyingi mavzuga o'tamiz. Eng aqlli jonivor. Eng aqlli jonivor. Dunyodagi eng aqlli jonivor baliq. Birinchidan soqov, ikkinchidan muttasil dumni kuzatadi. Buni to'g'ri tushunmaslik kerak. Bu kinoya qilinyapti. Bu meni xulosam. Ya'ni baliqday soqov va dumni likillatib turish inson uchun emas deb o'ylayman. Keyingi mavzu tabiat iltoji. Kiyik och qolmaslik uchun ko'kat yeydi, ammo bir-birini o'ldirmaydi. Sher och qolmaslik uchun kiyikni yeydi, ammo bir-birini o'ldirmaydi. Odam ko'katni ham yeydi, kiyikni ham yeydi, ko'ngil hushi uchun sherni ham o'ldiradi. Keyin urush qilib bir-birining boshini yeydi. Bilimdon. Hamma narsani bilaman deydigan odam hech nimani bilmaydi. Albatta, buni bizda mahmadona deb qo'yamiz. Ko'p gapiradi, xuddi bir nimani bilgandek, lekin hech nimani bilmaydi. Hop, chegara. Odamzod nima uchun kaftdek hovlisiga gul ekadi? Undan ko'ra sholg'om eksa qozoniga tushadi-ku. Odamzod nima uchun bulbul chaqchaqini eshitganda entikib ketadi? Undan ko'ra bulbulni sho'rvaga solib pishirsa nafsini qondiradi-ku. Odamzod nima uchun osmonda charaqlab yotgan yulduzlarni ko'rib ko'ngli zavqqa to'ladi? Yulduzlar uning hamyonidagi tillalar emas-ku. Odamzod nima uchun kitob o'qiyotib suyukli qahramoni o'lib qolsa yig'laydi? Buni yozuvchi ichidan to'qib chiqarganini biladi-ku. Odamzod nima uchun o'zga yurtlarga borib behisob mol-dunyo orttirsa-yu ittifoqo bolaligi kechgan kulbasi tushiga kirib qolsa uni bilan yig'lab chiqadi? Axir u shohona qasrda yashaydi-ku. Odamzod nima uchun bolasining boshida alla aytadi? Go'dak alla eshitmasa uxlamaydi. Odamzod nima uchun nevarasini yetaklab necha zamon avval o'tib ketgan
bobosining qabrini ziyorat qiladi. Marhum ularni ko'rmaydi-ku. Gap shundaki, odamzodni hayvonotdan ajratib turadigan chegara bor. Bu chegaraning nomi ma'naviyat deb ataladi. Ha shunday aziz yurtdoshlar, akalar, ukalar, singillar, opalar, ota-onalar, ma'naviyat va hayvonotdan bizni ajratib turadigan narsa. Bu chegara mana bu. Buni o'zingizda, ko'nglingizda, qalbingizda nimalar o'tyapti? Uni bemalol yozib qoldirishingiz ham mumkin. Fikrlashishimiz mumkin kanalimizda. Kanalimiz nomi Otis sahifa. 8-sahifaga keldik.